Kompyuter viruslariga va virusdan himoyalanish usullari. Reja. Birinchi, kompyuter viruslari turlari va xususiyatlari. Viruslarni aniqlash va tarqalish usullari. Kompyuter viruslariga qarshi kurashish metodlari. Himoya qilish uchun dasturiy va texnik choralari. Kompyuter viruslari bu zararli dasturlar bo'lib, ular tizimga kirib, fayllarni yo'qotishi yoki ma'lumotlarni buzishi mumkin. Shuning uchun ularni aniqlash va oldini olish uchun to'g'ri himoya usullarini bilish muhimdir. Viruslardan himoyalanishning asosiy usullari orasida antivirus dasturlarini o'rnatish va yangilab turish, shubhali fayllarni ochmaslik va xavfsiz internet qoidalariga rioya qilish mavjud. Bu choralar orqali kompyuter xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilish mumkin. Kompyuter viruslari asosiy turlari. Fayl viruslari. Fayl viruslari dastur fayllarga qo'shilib, ularni zararlaydi va ishlaganda faoliyat ko'rsatadi. Ular o'zlarini boshqa fayllarga tarqatadi va tizimning ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Makro viruslari. Makro viruslari hujjatlar ichidagi makro kodlarga joylashadi va hujjatlar ochilganda ishlaydi. Ular ko'pincha Office dasturlarida uchraydi va foydalanuvchi fayllarni ochganda faol bo'ladi. Boot sektor viruslari. Boot sektor viruslari kompyuter yuklanayotgan paytda diskning yuklash sektoriga joylashadi. Ular tizim ishga tushirilganda boshqaruvni qo'lga oladi va virusni faol qiladi. Tarmoq viruslari va polimorfik viruslar. Tarmoq viruslari tarmoqlar orqali tez tarqaladi va boshqa kompyuterlarga osongina kiradi. Polimorfik viruslar esa har safar o'z kodini o'zgartirib, antiviruslardan qochishga harakat qiladi. Shu bilan himoyani qiyinlashtiradi. Kompyuter viruslarining xususiyatlarini taqqoslash. Trojan viruslari tarqalish usuli foydalanuvchi tomonidan dastur sifatida o'rnatiladi. Zarar ko'rsatish darajasi yuqori, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashi mumkin. Aniqlash qiyinligi o'rta, yashirin aktivlik sababli. Worm viruslari tarqalish usuli tarmoqlar orqali avtomat tarqaladi. Zarar ko'rsatish darajasi o'rta, tizim viruslarni yuklaydi. Himoya qilish qiyinligi yuqori, tarmoq xavfsizligi zarur. File infector viruslari tarqalish usuli fayllarni yuqtirish orqali, zarar ko'rsatish darajasi o'rta, fayllarni buzadi. Himoya qilish qiyinligi o'rta, muntazam antivirus tekshiruvi kerak. Virus turlari va ularning zararli ta'sirlari. Kompyuter viruslari o'zlarining turlariga qarab turli zararli ta'sirlarni ko'rsatadi. Masalan, fayl viruslari tizimdagi dasturlarni yoki hujjatlarni ishdan chiqarib, ularning funksiyalarini buzadi. Bu esa ish faoliyatining sekinlashishiga yoki to'xtab qolishiga olib keladi. Boot viruslar esa operatsion tizim boshlanishida yuklanib, tizim ishga tushish jarayonini shikastlaydi va kompyuterni ishlay olmas holatiga keltiradi. Shuningdek, makro viruslar Office dasturidagi hujjatlarga zarar yetkazib, ma'lumotlarning o'chib ketishi yoki buzilishi xavfini oshiradi. Bularning barchasi foydalanuvchining ma'lumotlarni yo'qotishiga, moliyaviy zarar ko'rishiga va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligining buzilishiga olib keladigan asosiy sabablardandir. Viruslarni aniqlash usullari. Antivirus dasturlari yordamida tekshirish. Antivirus dasturlari kompyuter viruslarini aniqlashning eng keng tarqalgan usulidir. Ular viruslarni skanerlash orqali topadi va zararlangan fayllarni tozalaydi. Ushbu dastur tez-tez yangilanadi va keng viruslar bazasiga ega. Tizim ish faoliyatidagi o'zgarishlar. Viruslar tizim viruslarni noto'g'ri ishlatishi natijasida ish faoliyatida kechikishlar yoki nostandart xatoliklar yuzaga keladi. Fayllardagi noma'lum o'zgarishlar. Viruslar fayllarni o'zgartirish yoki yangi zararli fayllar yaratishi mumkin. Tarmoq faoliyatining g'ayritabiiyligi. Viruslar tarmoqqa g'ayritabiiy yuklama yoki noma'lum ma'lumot uzatishi mumkin. Viruslarni aniqlash va tarqalishining oldini olish jarayoni. Antivirus dasturini o'rnatish va yangilash. Birinchi bosqichda ishonchli antivirus dasturini tizimga o'rnatish va uni muntazam yangilab turish zarur.
Foydalanuvchi harakatlarini kuzatish, shubhali fayllar va dasturlarni aniqlash uchun foydalanuvchi faoliyatini tahdid qilish talab etiladi. Virus tarqalishini oldini olish uchun ehtiyot choralari, tashqi qurilmalar va ommaviy axborot vositalarini viruslarga tekshirish zarur. Noto'g'ri foydalanishdan saqlanish uchun ehtiyot choralarini ko'rish muhim hisoblanadi. Kompyuter viruslarga qarshi kurashish asosiy yondashuvlari: viruslarni aniqlash va yo'q qilish. Kompyuter viruslarni aniqlash va yo'q qilish uchun antivirus dasturlari asosiy vosita hisoblanadi. Tizimning xavfsizligini ta'minlash. Tizim xavfsizligini ta'minlash uchun operatsion tizim va antivirus dasturlarini muntazam yangilab turish zarur. Foydalanuvchi xabardorligini oshirish, foydalanuvchining viruslardan himoyalanish bo'yicha ehtiyot choralarini bilishi va amal qilishi juda muhimdir. Kompyuter virusdan himoya qilishning dastur choralari, antivirus turlari. Antivirus dasturlari kompyuterni zararli kodlardan himoya qiladi, viruslarni aniqlash, bloklash va o'chirish funksiyalarini bajaradi. Anti-spyware dasturlarni maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashga yo'naltirilgan zararli dasturlarni aniqlaydi va bartaraf etadi. Firewall dasturi tarmoq trafikini nazorat qilib, zararli kirishlarga to'sqinlik qiladi va kompyuterga ruxsatsiz kirishni oldini oladi. Xulosa: kompyuter viruslari kompyuter tizimlariga zarar yetkazuvchi zararli dasturlardir va ularning oldini olish uchun antivirus dasturlaridan foydalanish, muntazam yangilanishlar o'rnatish hamda shubhali manbalardan fayllarni yuklab olmasdan saqlanish muhimdir. Shuningdek, xavfsizlikni ta'minlash uchun kuchli parollar yaratish va elektron pochta ilovalari orqali keladigan notanish xatlarni diqqat bilan tekshirish lozim.